Assalomu alaykum. O'tgan darsimizda ba harfining shakllarini, harflarga ulab chiqishni o'rgandik. Bugun ha harfini ulaymiz. Shaklini. Xo'p, ba harfini yozib bo'lganimizdan keyin endi biz ta yoki sa qilib o'tirishimiz shart emas, chunki tochkalar bilan qo'yib chiqsak bo'ladi. Endi ba harfidan keyingi harfimiz bizda ha harfi bo'lgani uchun u bitta ha harfini o'rgansak, biz jim, xo harflarini ham bemalol qo'shib ketishni o'rgana olamiz. Xo'p, boshini bilsak, o'zi ha harfi qanaqa edi? Qaranglar. Bizda ha harfimiz ikkita kateygacha boshi borardi. Ikkigen botdan, kateni o'rtasidan ikkita katey dumaloq aylanardi. Bu ha harfini o'zi asl ko'rinishi. Endi ulanayotganda nima bo'ladi? Ya'ni boshida qanaqa bo'ladi? Mana qarang. Bunda qiyaroq bo'ladi. Ya'ni mana bundan boshlanib, pastroq ozgina cho'kkan bo'ladi. Mana bitta kateyni o'rtasigacha olib borgan bo'lamiz. Ya'ni keyin xuddi shu joydan boshlab, mana bu yerga kelamiz. Ikkita kateyni o'rtasiga kelamiz. Bu yerdan xuddi shunaqa ikkita kateyni o'rtasiga kelgandan keyin aylanishni boshlagandek kabi, buni ham ikkita kateyni o'rtasiga kelgandan keyin o'sha orasidan chiqishni boshlaydi. Mana bunaqa ko'rinishi chiqadi. Xo'p, bu ko'rinishi chiqqandan keyin ya'ni u harf o'rtasida keladigan ha harfiga ulanayotgan paytda ham xuddi shunaqa bo'ladi. U ham ikkita katey ko'rinishda keladi. Bu ham xuddi shu ko'rinishda bo'ladi. Oxirida kelsa ham, misol uchun bundan ulaganingizdan keyin to'g'ri umdor ochsa so'zi boshida, so'zi o'rtasi, so'zi oxirida keladi. Muhimi ulayotganda, misol uchun so'zi o'rtasiga kelganda bundoq kelib turgandan keyin bundoq bitta bundan ketish kerak. Ko'pchilikni ko'rganman, sal boshqacharoq yozardi. Men o'zim yonimda o'quvchilarimni ko'rganimda ha harfini boshqacharoq yozishardi. Qanaqa yozishardi? Eslamadim. Ishqilib aytmoqchi bo'lganim, mana bu yerdan olib kelindimi, bu yerdan ha harfi alohida chiqsin. Ya'ni qanaqadir o'zingizlardan fantaziya esa boshqacharoq ko'rinish olib chiqmaylar demoqchiman. Xo'p, ha harfini alifdan boshlab ulab chiqishni boshlaymiz. Alif ko'lanishi, ba ko'lanishi qaranglar. Ba ko'lanishi ham xuddi shunaqa bo'lyapti. Bundoq keladi, bittada keladi. Bundoq bitta ha yozganingizdan keyin bundoq olib ketib qolasiz. Alohida bitta tish ochib qo'yib o'tirmaysiz. Endi ha bilan ha kelib qoldi. Bunaqa qoatdan u qo'pol qilib yozgandan ko'ra ostma-ost qilib yozsak bo'ladi. Bunaqa. Mana bu yerga ha yozamiz, pastga tushiramiz. Keyin yana bitta ha yozamiz. Keyin uni yana bitta aylantirib olamiz. Mana ikkita ha bo'ladi. Keyingisi dal, mana bu joy uzun bo'lib ketdi. Bunda qaranglar-da, agar joy uzun bo'lib ketayotgan bo'lsa, o'zingizlar ham bilib olasizlar bu narsani. Ro sin ko'ryaptim ish qilib. Sot. Uchgan yozmayapti nimagadir. To harfini olamiz. O'zi bu bunaqa, misol uchun har bittasini qanaqa ulanadi deb qoidalarni tushuntirib o'tirishim shart emas, chunki bu harflarni hammasi bilan tanishib chiqqanmiz biz qanaqa yozilishi. Shunchaki siz nimani ko'rishingiz kerak bu darsda? Qo'lim qanaqa yuryapti, o'shani qarashingiz kerak. Ya'ni qayerda qo'limni uzyapman, qayerda ruchkani qanaqa ishlatyapman. Shularni yaxshilab ko'rib o'rganib olsangiz, osonlik. Keyin ko'p mashq qilish kerak. Bunaqasini yozamiz. Keyin o'tgan safardagi o'rganganimiz mimdagi mimni o'zi rosa ko'p ko'rinishda yozsangiz bo'ladi. Nun, vav harfi,
qaranglar, lam alif aytib ketay. Ko'pchiliklar xato qilsa, mana lam alif yozdinglar. Mana bitta alifini yozgandan keyin, lam harfini yozgandan keyin alifni mana bu yerdan olib tushinglar-da. Temasin bo'ldi. Tushinglar. Hozir ko'rsatib qanaqa yozadiganlar. Ya. Kaf harfimiz yo'q, qolib ketdi. Qofdan keyin kaf yozishim kerak edi. Qarang. Lam alif yozib olsizlar-da, mana bu nop keldinglar. Nop yozsizlar-da. No qilib qo'yasizlar. yoki bundoqroq qilib qo'yasizlar. Shu temasin. Iloji bo'lsa temasin. O'ziga yaqinroq olib kelinglar. Mana bu yerga qilsanglar, bu xunukroq bo'lib qolyapti. O'shani to'g'rilash kerak. Xo'p, bu ha harfi edi. Hdan alifdan tortib o'sha ya harfiga ulanish. O'sha bda qanaqa bo'layotgan bo'lsa, hda ham shunaqa bo'ladi. Keyingi darslarimizda ham xuddi shunaqa, ya'ni hdan keyin misol uchun sindan keyin sin bo'lsa, o'sha sin harfini yozamiz, undan keyin sod harfini, keyin sod yozganimizdan keyin to, fa, qof yozilmaydi, kaf, lam, mim, nunni kerak emas. Halqum tubi degan ha bilan tugaydi, murakkabot tugaydi. O'zi murakkabotda unaqa ko'p harflar yo'q. Adashmasam o'sha 8 ta 9 ta harflarni bir-biriga ulanadi. O'sha qo'l beradigan harflarniki ulanadi, bo'ldi shuni. Murakkabotdan keyin nima qilamiz? Shu jumlalar yozishni o'rganamiz. Shu bilan bu husnul xat, ya'ni ruchka yordamida yoziladigan kurs tugaydi. Qolgan darslarimiz davom etib ketaveradi inshaalloh. Ya'ni o'sha peruli ruchka yordamida nas Buxoriy, nas Arabiy inshaalloh sekin-sekin darslar chiqib boriladi. Assalomu alaykum.